Aka, Yandex sizlar chaqirganmidinglar? Aka, bizni chaqiruvdi, eshikni ochib bermaysizmi tushib? Aka, siz biznes emas, komfort chaqirgansiz. O'tiraversin-chi, nima farqi bor? Aka, sizlar bochkaga ketyapsizlarmi? Ha, aka, bochka taraflarga yurmaysizmi? Yo'q, aka, nima deganingiz, tirikchilikka chiqqanmiz. Faqat bitta iltimosim bor sizlardan. Yandexni o'chirib qo'yaman, chunki komissiyasi juda ham qimmatda. Keyin agar iloji bo'lsa, naqd pul beringlar, plastik tashib berar ekansizlar. Qarzim bor edi, bankka yechib olish mumkin-da. Aka, problemasi yo'q, haydavering, hammamiz tirikchilikdamiz-ku. Nimani tashlayapsan, pulni o'zing to'laydigandek. Aka, biza plastik ko'rsatganmiz, yoqmayotgan bo'lsa atmenani bosing. Boshqa Yandex chaqirib ketaveramiz. Siz bo'lmasa boshqasi, tushundingizmi? Men ham jalbam yozaman. Aka, bir minut to'xtang. Sizlar borayotgan joydan agar klient chiqadigan bo'lsa, hop, chiqmaydigan bo'lsa, aka, pustga qaytib beraman. Sen noto'g'ri tushunyapsiz, aka, meni. Aka, sizni problemangiz bu. Aka, aynan shu vaziyat hozir videoga olinyapti-da. Keling, mana shuni kommentariyada odamlardan so'rab qolamiz. O'rtoqlar, men ham tirikchilikka chiqqanman. Bu inson ham yo'liga yetib olishi kerak. Hozir bu yerda kim haq, kim nohaq? Iltimos sizlardan kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar. Bizga juda qiziq bo'lyapti shu tema. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.